Uyg'ur xonim-qizlarining yasinish odati, millatning xos kiyim-kechak formasi va kiyinish odati xosligidan shakllangan odat turidir. Shundaqla, keyingi yasinish odati xonim-qizlarimizning kiyinish bilan birga tarinish odati, pardozlanish odati, zinat buyumlarini taqash odati qatorliqlardan tarkib topadi. Uyg'urning yasinish odati, jumladan Uyg'ur qiz ayollarining yasinish tarinish odati Uyg'ur an'anaviy urf-odatlari ichida muhim o'rin oladi. Qiz cho'konlarning qishig'a husn qo'yish, jip selish, qash bo'yash, surma tortish, xina yiqish qatorliqlardir. Uyg'ur xonim-qizlarimizning yasinish odatida upa, ya'ni qo'g'shin upa qatorliq anglik buyumlarni ishlatgan. Taraqqiyot zamanida xonim-qizlarimizning yasinish, pardozlanish odati zamonga muvofiq o'zgardi xolos. Bugun Uyg'ur go'zali musobaqasiga qatnashuvchi qizlarimizga yasinish, pardozlanish, bo'yinish, yuzini yuyish va asrash bo'yicha Qozog'iston Jumhuriyatiga va xalqaro miqyosda tanilgan dangliq vizajist Fatima Baratovaning o'tkazgan mahorat sinfini diqqatingizga taqdim qilamiz. Tabiatidan go'zal bo'lib yaralgan go'zal Uyg'ur qizlarga bu zamonaviy uslublarda yasinish, pardozlanish odati yarashimli bo'lamdi. Ya aksincha, qani bir qarab ko'raylik.